o'quvchilaringizni tinchlantirib, diqqatini tezda jamlab olmoqchimisiz? Unda albatta bu usullardan foydalanib ko'ring. Sinfni tinchlantirish uchun 5 ta usul. 7 yoshga to'ldim men. Qo'llarimizni partamizga qo'yib, tinchlanib o'tiramiz. Mani eshitayotganlar sochini ushlasin. Mani eshitayotganlar ko'zini yumsin. Mani eshitayotganlar burnini ushlasin. 5 4 3 2 1 tartib saqlaymiz. Qani o'quvchilar? Mani eshitayotganlar bitta qarsak chalsin.